iltimos odamlar shuncha yordam berdilaring, yana necha yordam beringlar. Qiynalib ketdim. Kasallik yosh ayolni qaritib yuborganini ko'rganmisiz? Farg'onalik hali 50 ga to'lmagan Dilorom ismli yurtdoshimiz jigar serozi bo'lib, hozirda juda ham ayanchli ahvolga kelib qolgan. Qorniga 15 litrga yaqin suv yig'ilib, kindiklari joyidan chiqib ketgan. Operatsiyasiga yana $14,000 yetmayapti. Keling, zaharli bo'lgan bitta sigaret chekmasdan yoki bitta kola ichmasdan Dilorom opamizning hayotini saqlab qolamiz. Kartalari hammasi Asqarova chiqadi. Imkoningiz bo'lsa ehson qiling. Agar ehson qilishga pulingiz bo'lmasa, videoga like bosib, istoriya qilib yordam qiling. Inshaalloh shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Og'irlashib ketyapti. Kindayim kundan kunga. Ota-onam yaxshi bo'lib ketdi, bular ham menga qarab qiynalib ketdi. Men ham yashashni xohlayman. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz. Opamiz jigar serozi bilan og'rigan, 4-bosqich. Bitta yo'li bor, faqat jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazish. Ukalari bularga donor. Hozirda operatsiya qilish kerak, faqat $15,000 mablag' yetmayapti. Bu videoni 1 millionta odam ko'rib, ularning ichidan 5,000 so'mdan, 10,000 so'mdan tashashsa, ishoning, 2 kun o'zida yig'ib tashashimiz mumkin ekan. Men kecha guvoh bo'ldimda, kanalimizda bitta video qo'ydik, 1 kunning o'zida 100,000 ta like yig'ildi. Xudo xolasa keling, men shu opamizga ham agar moliyaviy jihatdan imkoniyat bo'lmasa, shu yaxshi insonlarga shunday videoni jo'natib qo'yaylik, bitta istoriya qilib yordam beraylik. Tog'a, bu dunyoda yaxshi insonlar borligiga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Iltimos qilamiz O'zbekiston xalqlaridan shu yaxshi insonlardan, saxovatli insonlardan xayr ehson qilsin. Bu dunyoda xayr ehsonlari o'zlariga shafoat bo'lsin. Amin. Iltimosimiz shu. Tog'a, nechaga kirdingiz? 82 ga. 82 ga kirdingiz, hozir o'zingiz qarayapsiz-a? Sizni telefon raqamingizni yozib qo'yamiz. Ularni ukalarning telefon raqamlarini yozib qo'yamiz, o'zlarining karta raqamlarini yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol ehson qilishingiz ham yoki bularga chiqib qo'llariga olib kelib berishingiz ham mumkin. Men sizlarga ishonaman. Men sizlarga 100% ishonaman. Mana shu Ramazon oyigacha Xudo xolasa shu yetmayotgan summani yig'amizda, bularni chiroyli qilib jo'natamiz. Mana aka 4 marta suv oldirdi aka. Suvni ogizdi, baribir ishi g'ashinda qaytadi. Keyin yana ishi o'rdi. Mana kindiga girijasi bor. Endi hozir buni girijani operatsiya qilib bo'lmas ekan. Girijani o'zini olib bo'lmas ekan. Endi jigarni shu ko'chirsa, doktorlar bilan gaplashdi, yana keyin yaxshi bo'lar ekan, xudo xolasa.